Kelgin ey mohilqo husningga qurbon olam, xalqay zulfi parishoningga qurbon olam, chashmi masti labi xandoningga qurbon olam, oftobi ro'yi toboningga qurbon olam, qadinam rastay larzoningga qurbon olam, yor man sana qurbon olam. İki qoshing qalamu, ikki ko'zing chashmay nur, bari qurbonadek sinay sofing ko'rinur. Bu sani dardu firoqing mani jonimga huzur, yo'q nazokat ichimda sen kabi durdonaydur. Qaddi shamshodi xiromoningga qurbon olam, yor man sana qurbon olam. Tishlaring gavharu, har bir suxaning obi hayot, unchadek ikki labingdan to'kilur qandu novot. Yozilur sahfay devoningga 100,000 hasanot, gul yuzingdan manga bir bo'lsa berib ayla zakot. Man sani ro'y gulistoningga qurbon olam, yor man sana qurbon olam. Man senga banda bo'lib hatto g'uloming bo'layin, barqurib qoshingda parvona sifat o'rgiloyin. Manga zulm aylama, o'shal yuzing ko'royin, kulbay xokingga sinamni qo'yib jon beroyin. Qaddi bastingga tasadduq bu fuzuli demakim, qaddi shamshodi xiromoningga qurbon olam. Qo'llaring panjai xurshid bilinguncha miyon, ko'ylak ichra badaning soferu robi ravon. Ram qil kel mani o'g'ishimay ofatijon, ram qil kel mani o'g'ishimay ofatijon. Qaddi bastingga tasadduq bu fuzuli demajon, siyayu soqfi shafo baxshingga qurbon olam, man sana qurbon olam, yor sana qurbon olam, yor sana qurbon olam, yor sana qurbon.